ICE Podcast. Assalomu alaykum qadrli o'quvchi. Demak, bugun sizlar bilan ikkinchi darsimiz, ya'ni demonstrative pronouns yoki o'zbek tilidagi ko'rsatish olmoshlari haqida gaplashamiz. Xo'p, endi bu mavzuni yaxshiroq tushunish uchun, umuman o'zi har qanaqa ingliz tilidagi yoki boshqa tildagi mavzuni, grammatik mavzuni nazarda tutaman, yaxshiroq tushunish uchun o'sha tildagi ushbu grammatikani o'zbek tiliga yoki umuman o'zingizning ona tilingizga moslab o'shani birinchi yaxshiroq tushunib olishingiz kerak. Xo'p, endi ko'rsatish olmoshlari yoki biz bugun o'rganayotgan demonstrative pronoun o'zi o'zbek tilida nima? Shuni birinchi yaxshiroq tushunib olishimiz kerak. Xo'p, endi demak ko'rsatish olmoshlari. O'zbek tilida biz ma'lum bitta obyektni u xoh uzoqdagi bo'lsin, xoh yaqindagi bo'lsin, yoki xoh birlikda bo'lsin, xoh 80 ta bo'lsin, 2 ta bo'lsin, ko'pligida bo'lsin, ya'ni ko'rsatish uchun biz ma'lum bitta so'zlardan foydalanamiz. Deylik, misol uchun mana bu marker, mana shu marker deganimda, nima? Men ishlatdim mana bu degan so'zni, to'g'rimi? Yoki bu doska, ana bu mashina, to'g'rimi? Bu xona, ana bu bolalar, mana bu nima? Kamera deganimizda biz mana bu, ana bu, mana bu, mana bu, mana shu, mashu, o'sha va hokazo o'zingizning she'ringizda foydalanadigan, ko'rsatish uchun foydalanadigan so'zlardan foydalaningiz, to'g'rimi? Ana shu so'zlarimizni inglizlar ham foydalanish kerak, to'g'rimi? Ular ham inson ular ham nimadir ko'rsatish kerak. Bu doska deyish kerak, bu marker deyish kerak. Shularni foydalanadigan bizni, ya'ni mana bu ana bularimizni inglizcha variantini bugun siz bilan o'rganmoqchimiz. Sizlarga bir jadal tilda tushuntiradigan bo'lsam. Demak, boshladik. Bu mavzuyimiz qanaqa? Xo'p, ko'rsatish olmoshlari. O'zbek tilida farqi yo'q, to'g'rimi? Bu doska, bu doskalar, ana bu mashina, ana bu mashinalar deb aytamiz. Lekin inglizlar ko'rsatayotgan narsasini hop, birlikdami yoki ko'plikdami? Misol uchun bu bitta marker birlikda. Endi bu ikkita bo'ldi yoki uchta bo'ldi, nima bo'ldi? Ko'plikda bo'lib qoldi. Shu birlikdami, ko'plikdami, yoki uzoqdami, yaqindami, shunisiga qarab turib, har xil so'zlar orqali ko'rsatishga harakat qilishadi. Misol uchun, tasavvur qilaylik, bitta ingliz deylik Steve qo'lida bir dona marker turibdi. Buni ifodalash uchun qo'lida turibdi, yonida turibdi, va bir dona, ya'ni birlikda va yaqinda turibdi. Shuni ifodalash uchun o'sha Steve do'stimiz this degan so'zdan foydalanadi. This. Mavzuni tushunishdan oldin bitta narsaga urg'u berib ketmoqchiman. Ingliz tilida rosa ko'p agar maktabda o'qigan bo'lsangiz, hech bo'lmasa ingliz tilini mana bunaqa tovushlarni ketma-ket kelishiga ko'ramiz. T hamda H. Bu ikkita so'z, ikkita harf aniqrog'i z deb talaffuz qilinmaydi, d deb talaffuz qilinmaydi, s deb talaffuz qilinmaydi. Shu uchala nima deymiz? Hozir uchala harfni nima o'rtasida talaffuz qilinadi. Mana bu talaffuzimizda tilimiz oldi ikkita tishimizni orqasiga qadaladi. Z deb talaffuz qilamiz. Z emas, S emas, D emas. Z. This is. Misol uchun. Demak, mana shuni qilib talaffuz qilyapmiz. Nimaga o'rgandik? Hozir bundan foydalanamiz. Demak, tasavvur qilaylik, obyektimiz yonimizda turibdi, va u bir dona. Misol uchun hozirgi o'sha marker bir dona va yonimda turibdi. Buni ifodalash uchun men demak birinchi ko'rsatish olmoshimiz bu. Demak, this degan ko'rsatish olmoshidan foydalanaman. Demak, this degan ko'rsatish olmoshimiz o'zbek tilida bu deb turib tarjima qilinadi va yaqindagi va birlikdagi demak so'zlarimiz uchun qo'llanilar ekan. Misol uchun nima dedim? This marker. Bu bir dona va yonimda turibdi. Demak, this marker. Nima degan ekan? Nima? Bu marker, to'g'rimi? Hop, tushunadigan. This phone. Nima degani phone? Telefon degani. This phone nima? Bu telefon. This book.
Nima degani? To'g'ri topdingiz degan umiddaman. Xo'p, endi tasavvur qilaylik, qo'limizdagi bir dona markerimiz, ikkita bo'ldi yoki uchta bo'ldi. Ya'ni qo'limizda bir qancha obyektlar turibdi. Bular yaqinda turibdi, lekin nima? Ko'plikda. Ya'ni bittadan ko'p. Bu holatda men bular deyish uchun, ya'ni yonimda turgan bir qancha narsani ifodalash uchun this hop this degan nima pronoundan foydalanaman. Bu ham this ga o'xshab ketadi, faqat sal cho'zuvroq talaffuz qilamiz. This degani demak o'zbekchaga bular deb turib tarjima qilamiz. Ya'ni nima? Yaqinda turibdi bular. Ammo nimada? Birlikda emas, ko'plikda. Ko'plikda. Tasavvur qilaylik, stadionda turibsiz, yoningizga 3 ta futbolchi keldi. Nima deysiz? These football players deysiz, to'g'rimi? Ya'ni ular yoningizda turibdi, ammo ko'plikda. Yoki xonada bir qancha hozir mana menga ko'rinyapti, sizga ko'rinmayotgan bo'lsa ham stollar bor. Hop. Tak, davom etamiz. Demak, shularni ifodalash uchun nima deymiz? These chairs deymiz. Okay. So, endi demak, birlikdagi yaqindagi ko'plikdagi so'zlarni ifodalash uchun biz these dan foydalanar ekanmiz. Misol uchun yonimda nimalar turibdi? Ko'plikda, lampalar, xonada bir qancha lampalar bor. Bu lampalar deydigan bo'lsam, nima deyman? These lamps. These lamps. Hop, endi keyingi pronounimizga o'tamiz. Demak, this shuningdek bu yonimizda bir dona narsa bo'lsa. This ham shuningdek bu yonimizda ko'pgina narsa bo'lsa. Endi tasavvur qilaylik, haligi bir dona obyektimiz, deylik mana bu markeri, men u uzoqqa otib oldim, yoki u narda turibdi, aytaman. Oy, abebar mana deyman. To'g'rimi? Uzoqda turgan obyektda, shuni aber deganimda, shu degan so'zdan foydalandim men. Ana bu, badiiy tilimizda ana bu yoki ana shuni ober deganimda, men nima? Uzoqdagi narsani ko'rsatdim. Ana shu degan so'z orqali. Ana shu degan so'zni, ya'ni uzoqdagi bir dona so'zni ifodalash uchun inglizlar nimadan foydalanadi? That degan so'zdan foydalanadi. Demak, that. Demak, bu nimani? Uzoqdagi ana bu deb tarjima qilaylik o'zbekchaga. Ana bu. Yaqin emas, uzoqdagi nimani? Birlikdagi obyektlarni ko'rsatish uchun ishlatilar ekan. Demak, uzoqda va birlikdagi obyektlarni ko'rsatish uchun ishlatiladi. Misol uchun hozir mana siz meni ko'rib turgan kamerangiz ham mendan uzoqda turibdi. Nima deyman? Ana bu kamera deyman. Ana bu kameraga qarab men gapiryapman deganimda ana bu degan so'zdan foydalandim. Nima bo'ladi bu? That kamera bo'ladi. Demak, that camera. That student, misol uchun, to'g'rimi? Ana bu talaba bittasi simishga shaqib o'tiribdi desam, nima bo'ladi? That student, to'g'rimi? Ana bu oyna, that window, to'g'rimi? That car va hokazo, ya'ni uzoqda bir dona turgan obyektlar uchun biz that dan foydalanar ekanmiz. Xo'p, endi oxirgi ko'rsatish olmoshimiz, oxirgi pronounimiz bu uzoqdagi, ham uzoqda, ham endi birlikda emas, nima? Ko'plikdagi obyektlarni ishlatish uchun, nima? Obyektlarni ko'rsatish uchun aniqroq foydalanadigan pronounimiz hisoblanadi. Tasavvur qiling, uzoqda 4-5 ta do'stingiz kelyapti, uzoqda qushlar uchib ketyapti, to'g'rimi? Uzoqda mashinalar qator turibdi. Shularni ko'rsatish uchun biz nima deymiz? Ana bular deymiz. Ana bu mashinalar, ana bu do'stlarim, ana bu qushlar deganimizda biz ana bu degan so'zdan foydalanamiz. Buni ana shu hozirgi men aytgan so'zlarimni ifodalash uchun ingliz tilida yoki inglizlar those degan so'zdan foydalanadi. Demak, 4-pronounimiz bu those ekan. Those demak ana bular deb tarjima qilsak bo'ladi. Ana bular uzoqdagi ko'plikdagi so'zlarimizni ifodalash uchun foydalanadi. Demak, misol uchun uzoqdan do'stlaringiz kelyapti. Ana meni do'stlarim o'shalar. Hammasi yaramas, o'zimga o'xshagan
bekorchi bo'ldi desak, nima bo'ladi? Those my friends bo'ladimi? yoki those friends shunchaki, hali bu yog'ini o'tmaylik sizlar bilan. Ana. Demak, ana ular do'stlarim. Xo'p, demak, qadrli do'stlar, sizlar bilan biz bugun ko'rsatish olmoshlari haqida gaplashdik. Demak, ko'rsatish olmoshlari 4 xil turga bo'linar ekan. Demak, this, that, these, those. Demak, mana shu ko'rsatish olmoshlarimiz ingliz tilida ma'lum bitta uzoqdagi, yaqindagi, birlikdagi, ko'plikdagi obyektlarni ko'rsatish uchun foydalaniladigan so'zlar ekan. Hop, demak, ushbu mavzuni yaxshilab o'rganamiz. Yaxshilab, demak, gap tuzamiz, yoki ko'chaga chiqib maktabga ketayotganingizda har xil obyektlarni ko'rib, ko'rsatib ketsangiz, mana shu ko'rsatib ketayotganda ana shu hozir o'rgangan so'zlarimizdan to'g'ri foydalanib ketsangiz ham mana shu mavzuni o'rganishingizga juda ham foyda beradigan umiddaman. Demak, bugungi darsimiz qisqacha bo'lsa ham sizlarga bir manfaatli bo'ldi degan umidimiz bor. Demak, darslarni kuzatishda davom eting. Hali hammasi oldinda. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, bizdan uzoqlashmang. ICE Podcast.